Jasmin Trans haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Siz bilan eng so'nggi va eng qiziq yangiliklar bilan bo'lishamiz. Jasmin Turkiyada nega qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. 29 sentyabr kuni Istanbul shahrida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Jumladan bloger Jasmin ham mahalliy politsiya tomonidan ushlanib, 30 sentyabr kuni Maltepa yopiq turdagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgan. Mazkur shaxslar giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatni sodir etishda gumonlanmoqda. Tintuv tadbirlari davomida olingan ashyoviy dalillar ekspertizaga yuborilgan. Hozirda tergov jarayonlari davom etmoqda. Biz bilan qoling va kanalimizda eng so'nggi yangiliklarni kuzatib boring.